Hademe ajrashaymi deymi? Bu so'lxumor nima deganingiz? Ajrashishda osanmi? Uni sizlar yangidan to'y qildinglar-ku. U sirtdan birsini tepib olgandek qildi. Ufka. Voy bu sizning gumoningizmi yoki rostmi? Gumonim. Lekin u faqat e'tirof qilib unmayotdi. Qani, navasat biray, machaydan ishga sho'rting Ufkam. E'tirof qilmag'ini, shu sizni yaxshi ko'rgini, sizni oyig'ini. Ilang, mana navachaydan bir isningiz va ishingizga ochiqlab bo'shab qoldi. Lekin ichimda bir narsa yeb ketyapti hada. Chiroyig'im qarg'im kelmaydi. Unda desangiz bo'lmaydi, jinim Ufkam. Siz unda gumon bilanla unda desangiz qanday bo'ladi? Unda yenik qilmanglar. Hamma odam Paratjon akamdek yaxshi olmaydi ekan. Ish qilib hadab bek to'ydim. Nimandaq gap tushunmaysiz? Men ajrashma dedim-ku, ajrashma. Ay, so'lxumor nima deysiz? Voy, bo'lib tushundirma, men olmayman. Voy, nimandaq gap qilasiz? Siz bilan ajrashgan. Men ajrashma. Bu quruq gaplaringiz yosh ko'chidagi noynoqlaringiz qilib bering, ha? Bu mening xotiram. Buni hech kimga ko'z tutib boqmagan. Men tamoqat kechtiray. Siz buni ko'rib beqing. Deganlik nashtada choy qo'shiqlarining ovozi bir-biriga aralashib ketgan bo'lsa, bu baxtning ovozi ekanligiga shaksiz ishondim. Xeyli kunlar bo'lib qoldi. Nashtalikni balam ikkimiz yolg'iz yeyapmiz. Atdiganlar aldirashli uydan chiqib ketisiz. Men aldirash debli gapni to'kdisiz. Lekin qizimiz ikkimizning siz bilan birga o'ltirib tamoq yegimiz borligini, ilgirki chaqlardek bizga ko'proq hamroh bo'lishingizni xohlaydiganligimizni go'yo xiyolingizda yo'q deb turdi. Aslida u kuni telefoningizdagi qisqa uchurni qasddan ko'rmagan edim. Hech vaqt hojatga kirsangizni unutmaydigan telefonni unutib qolsiz. Nima ishqim unutib qolgansiz deyman. To'liqsiz qisqa uchur keldi. Uchurda jinim sizning shirkatingiz o'dildagi qahvaxonada kutaman. Soat 6da ko'rishaylik deb yozilibdi. Uchur qilgan kishining ismini hayotim deb kirgizyapsiz texi. Tova. Bu siz bakli tonishku. Ilgari meni shunday ataydingiz. Shu minutlarda kallam qorong'i. Tova. Nemish bu debli qoldim. Dal bu chaqda siz eshikdan o'qdak kirdingiz. Chunki telefoningizni yangi hayotingizni unutib qolgan edingiz. Mening kayfiyatimga qarashga cho'lingiz yo'q. Telefoningizni ilib turmandingiz. Bugün keş ben kelimeyim şirketin duyup işim var. Bana özel hareket olası ha? Bu men her gün anlap könüp qalgan gaplar edi. Tuyuqsiz kashda oldida sizni kutmoqchi bo'lgan hayotingizni ko'rib baqim keldi. Inson nima degan chidashliq ha? Uni ko'rgan shu daqiqada chaynab turkib yetamanmi? Shashlarini yulib urib ketamanmi deb o'ylagan edim. Nemishqikin yanada o'zimni tutib oldim. O'zim uchun emas, sizning inovatingiz uchun o'zimni tutib oldim. U qizga qarashga boshladim. Ko'z oldimda andali 20 yoshga kirgan bakmi jalibkor chiroyli bir qiz turardi. Uning yanida men hayotim deb o'ylaydigan siz butun dunyoni unutgan holda uning buloqdek ko'zlari ichiga qarab mas odamdek o'ltiratdingiz. Mana shu kuni tunji qitim qizimizni yasiga kashrak og'ilib oldim. Ana bola ikkimiz yig'lab uyga qaytdik. Qizim meni baldir og'li kamidang deb yig'lasa, men ey vafosiz dunyo, men endi kimga ishonaman deb yig'laydi.
İçimde ajrışıman deydim. Kızımni bag'rimga besib, bu dunyodan g'oyib bo'lib ketishni o'ylaydim. Butun ochchig'imni baladan oldim. Tamoq yemayman desam teri ketdim. Bechora yig'lab uxlab qoldi. Tuyuqsiz ko'z oldimga uyqu keladi. Uning bilan o'zimni selishtirib qoldim. U mendan yosh ham chiroyli edi. Lekin Farhod bir chaqlarda menmi shunday edim. Oliy maktabdagi mazgilimizda hammasi ishkimizni qo'shmaymiz deb ataydi. Keyin rizqimiz qo'shilib to'y qildik. Men texi bir umr qo'shmaq meg'izdek o'timiz deb o'ylab ekanman. Ayting Farhod, nemishqa o'zgarib ketdingiz? Va'dalaringiz, aqidangiz yolg'onmidi? Men endi qanday qilishim kerak? O'tgan ishlar birma-bir ko'z oldimda. Yangi to'y qilgan mezgilda hozirgidek iqtisodimiz yo'q edi. Lekin baxtli edik. Shundaqdimi har ikkimiz cho'nglarni hurmatlab, ularga har oyda oz pul vafodorlik yetkazib turardik. Keyin qizimiz Zilola tug'ildi. Zilola uyimizga barkat etib keldi. Buning bilan talablarimiz ko'payib, meni xizmat qilmang, ayol kishi degan uyning odami dedingiz. U chaqlarda baxt ichida nemalar desangiz xo'p deydi. Tugumas uy ishlari. Kech-kunduz bolaga qarash bilan bara-bara hammani unutishga boshladi. O'ylasam, bir kunda bir aqitimni aynak qaramagan kunlarim xeyli bor ekan. Do'stlarim bilan bozor aylanish, choy ichish, mung'ishishlar asla turmushimdan yiroqlab ketgan edi. Gohida chaqchaq qilib, do'stlarim billa choy o'ynayli deydi desam, qapoqlaringizni turib, ayol kishiga nima choy o'ynash? Uning ustiga qahvaxona, choyxona deganlar ayollarni bekorchi qiladi deb ranjisingiz bo'pti. Farhodning degani to'g'ri deb o'ylaydi. Lekin u qiz bilan meni bosang bo'lmaydi degan choyxona qahvaxonalarda yuribsiz. Men kim uchun o'zgargan? Yo'q, men endi o'rnimdan dast turishim kerak. Siz uchun emas, Farhod. Endi o'zim uchun, g'uborsiz qizim uchun yashashim kerak. Nafratimni, g'azimni kuchga aylantiray. Qarab turing, Farhod. Endi men o'zgaraman. Ilgari qizg'in, tirishchan qiz edim. Turmush qurib nurg'un qiziqishlarimni tashlagan, voz kechgan edim. O'zimni tashlab ketishning eng zo'r ahmoqonalik ekanligini hayronligingizni yo'shiramaytdingiz. Sizni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldim desam yolg'on bo'ladi. Lekin mening o'zimga, sizga, yilqi qizga jang e'lon qilayotganim rost edi. Shu kunlarda men bara-bara aynakka qarashga amroq bo'lib qolgan edim. Yilqi qizni bilib, ko'rib yurgan chaqlarimda aynakka qarasamda tushkulishib, yig'lab, yengilgandek, g'ururim dafsanda qilinagandek azoblanadi. Lekin hozir o'xshamaydi. Men hozir aynakka qarasam, o'zimni kuchlik, nazokatlik, haqiqiy ayoldek his qilaman. Uningdan har jihatdan o'zimni ustun ko'raman. Chunki men ayol. Ayolligimni haqiqiy ma'nosi bilan to'nigan, qimmatim, hurmatim bilan pok yashayotgan ayol. O'zimni tutib olgan, o'zimni mukammallashtirayotgan ayolman. U qiz yosh, chiroyli bo'g'ini bilan elning nazarida o'z qimmatini yerga urayotgan bechora edi. Boshqalarning baxtini ep qochmoqchi bo'lgan ko'ngil o'g'risi edi. Mendek analar uningga qarab, qizlarimiz bo'lsa uningdek baxtli qarab qolmasin. O'g'illarimiz bo'lsa shunday qizlardan neri bo'lsin deb tilaydi. Mana bu ikkimizning farqi. Mana shu farqni o'ylasam, u qiz ko'z oldimda kichiklab, chekitdak bo'lib e'tiborini yo'qotdi. Balkim shu farqimiz tufayli men yengandiman. Mana
Bugun adashgan Farhatim, siz yanımga qaytib keldingiz. Әтігәлік наштылығымызда чай қошықларымыз қайтыдың бәқт нақшылары етілген болды. Әнді бұл нақшы мен үшін мұ, Пәрхат үшін мұ, қызымыз үшін мұ бәкімі қымметлік еді. Мен тұрмышымыздaki şu қары күнлеріні қайты ойламаслық тырышып атам. Çünkü өшмәлік, нәпірәт, қайғылық әсліме айлы үшін азап еді. Мен бұл азапланы бәкімі жырақлаға чөріп әт. Vay, canım meni ağıl keling. Voy canım, munda xil deb qo'ygan gap u. Ajrash shundoq osanmi? Ajrashqingiz bormi deya? Men nazokat adamning uyida canım, anchimshak ağıl keling, bila tomoq yeylik. Ma'qul. Nazokat ada, bo'ldi tomoq etmang. Hozir meni yo'ldashim og'ir keldigan bo'ldi.